Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan ChatGPT orqali rus tilini oson va tez va asosiysi mustaqil o'rganish yo'llarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Поехали. Keling unda qisqacha ChatGPT haqida ma'lumot berib o'taman. Ya'ni ChatGPT orqali biz nafaqat tillarni, balki barcha sohadagi hozirgi ayni davrda barcha sohaga tegishli bo'lgan bilimlarni yoki ma'lumotlarni olsak bo'ladi va shu jumladan aynan tillarni o'rganishda nafaqat rus tili, balki ingliz tili, arab tili va barcha tillarni hattoki aynan shu ChatGPT orqali o'rganishingiz mumkin. Hattoki 5-6 yil avval biz faqatgina o'sha yoki Google orqali tarjimon qidirib, ya'ni tarjima qilardik qaysidir so'zlarni yoki bo'lmasam kitoblardan foydalanib, kitoblardan aynan lug'at formatida olib, ularni yodlar edik. Hozirda esa buni mana shu ilova, ya'ni ChatGPT juda ham tez formatda va aynan kerakli holatlarda bizga mana shu formatni bizga chiqarib beradi. Shuning uchun aynan ChatGPT orqali siz mustaqil ravishda o'rganishingiz mumkin. Lekin bu yerda albatta plus va minuslari bor. Buni ham ko'rib chiqamiz. Lekin asosan aynan sizga kerakli bo'lgan, ya'ni misol uchun hammani darajasi har xil. Misol kimdir 0 dan boshlaydi, kimdir rus tilida gapirishni boshlagan lekin xato qiladi. Mana shu deylik hattoki individual reja sifatida siz ChatGPT dan yordam so'rasangiz bo'ladi va albatta bizda juda ham taniqli Alisa bizga sherik rus tilida gapirish uchun. Alisa hattoki ChatGPT ning ichida bor va u nafaqat siz bilan gaplashadi, balki xatolaringizni ham to'g'rilab ketadi. Endi bu faqatgina tilga oid bo'lgan ma'lumot. Endi har bitta sohadan oladigan bo'lsak, hattoki hozirda biz ko'pchilik baribir psixologga uchraydi, qaysidir muammolar orqali yoki bo'lmasam kimdir depressiyaga tushadi va hokazo. Hattoki shu yo'llarda ham siz ChatGPT orqali qaysidir muammoli vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin. Chunki u juda ham sizga to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, yaxshi maslahat berib, siz bilan hattoki dardlashishi ham mumkin. Ba'zida hattoki shunaqa bo'ladi, tadbirkorlar, misol uchun qanaqadir biznes reja orqali shu qaysidir tadbirkor yo'lini ochmoqchi bo'lganlar ham 3 yillik, 5 yillik yoki 1 yillik menga tadbirkorlik rejasini tuzib bersa va savdo sohasida yoki mana har xil boshqa sohalarda bo'ladimi, farqi yo'q, u sizga chiroyli reja tuzib beradi. Va shu jumladan aynan rus tilini o'rganishda siz to'liq ChatGPT dan foydalansangiz bo'ladi va buni biz hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keling unda shu telefon orqali, demak biz ChatGPT ni o'rnatgan holda undan foydalanishni boshlaymiz. Agar kimdir ChatGPT ni o'rnatgan bo'lsa, unda yaxshi, chunki balki ishlatgan odamlar ham bo'lishi mumkin. Demak, biz ChatGPT ni shunchaki ochganimizda, albatta bu bizda bepul bo'ladi. Hozir oxirgi versiyasi adashmasam 4-versiya va biz ana shu versiyadan bepul foydalanishimiz mumkin. Albatta qaysidir ma'noda limiti bor. Misol uchun juda ko'p zapros berganingizdan keyin bu zaprosni to'lib ketganligi uchun ertaga yana takroriy ishlatishingiz mumkin deb chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun shu narsani inobatga oling. Va mana e'tibor bergan bo'lsangiz, men уже qismlarga bo'lib qo'yganman. Menda A1, A2 daraja uchun, B1, B2 daraja uchun qaysidir ma'lumotlar bor. Chunki meni uchun ChatGPT bu shaxsiy assistentimga aylanib bo'lgan va u menga doimiy ravishda yordam beradi. Misol uchun o'quvchi uchun qaysidir aynan mavzu tushunarsiz bo'lsa, men aynan shu mavzuga oid ularga deylik o'sha lug'at deymiz yoki tekst yoki bo'lmasam qanaqadir dialoglar tuzib beraman va buni ChatGPT juda ham tez va kerakli formatda menga chiqarib beradi. Endi ChatGPT kirganimizdan keyin albatta agar siz endi yangi ishlatayotgan bo'lsangiz, balki sizga to'liq ma'lumot bermas. Men endi o'qituvchi bo'lganligim uchun rus tilidan men qaysidir o'sha zapros berganimda u menga juda ham yoritib beradi. Va siz boshlanishiga bu zaproslarni kengroq qilib yozishingiz kerak. Misol uchun faqatgina menga rus tilini o'rgat emas, balki agar 0 dan boshlaydigan bo'lsangiz, menga, misol uchun hozir yozaman, menga rus tilida eng ko'p ishlatiladigan deylik 50 ta fe'l. Keling 50 ta fe'ldan boshlaymiz. 50 ta fe'lni yozib ber. Va kutamiz va bizga
Mana chiqib keldi. Demak, 50 ta fe'lni bizga ChatGPT yozib berdi, hattoki tarjimasi bilan. Misol uchun быть, иметь, мочь, говорить eng ko'p ishlatiladigan deganimni bu kalit so'zi, chunki aynan eng ko'p ishlatiladigan sizga chiqarib beradi va boshlang'ich daraja uchun. Chunki bizning muloqotimizda kerakli fe'llar bor va keraksiz fe'llar bor va aynan boshlang'ich daraja uchun kerakli fe'llarni mana e'tibor bering, 50 ta chiqarib berdi. Juda ham yaxshi. Endi shu fe'llarni yoki shu fe'llar orqali menga gaplar tuzib ber. Ular ham 50 ta bo'lsin, misol uchun. Ular ham 50 ta bo'lsin. Tak, va ko'ramiz. Bo'lsin. Yaxshi, endi e'tibor bering. Bizga gaplarni chiqarib berdi. 50 ta gap. Mana shu fe'llarni ishlatgan holda. Endi e'tibor bering, bu yerda 50 ta gap, lekin tarjimasi yo'q. Mana shu yerda ham biz xato qildik. Nimaga? Chunki biz shu fe'llar orqali menga gaplar tuzib ber tarjimasi bilan deb yozmadik. Ko'ryapsizmi? Sizda ham mana shu xato takrorlanmasligi uchun siz hattoki 50 ta gapni yozib, tarjimasi bilan yozib bersangiz, tagma-tagidan yozib beradi. Misol uchun ruscha, o'zbekcha qilib. Endi bu faqatgina 50 ta fe'l va qo'shimcha yana rus tilini o'rganayotganda yoki bo'lmasam xatosiz gapirish uchun, so'z boyligini oshirish uchun yoki aynan bo'limlarga bo'lib o'rganish uchun yoki misol uchun menga shaxsiy individual reja tuzib ber. Keling, shuni hozir yozib ko'ramiz. Misol uchun menga rus tilini o'rganish uchun, ya'ni A1 darajadan desak ham bo'ladi. Deylik, menga individual reja tuzib ber. Qani ko'ramiz buni qanaqa chiqarib beradi bizga. Misol uchun bir haftalik reja deyishimiz mumkin, bir oylik reja deyishimiz mumkin yoki har kuni menga mana shu demak rus tilini o'rganish uchun aynan kerakli ma'lumotlarni berib bor desak ham bo'ladi. Hattoki mana misol uchun maqsad rus tilida oddiy gaplarni tushunish va qurish, kundalik mavzularda gapirishni boshlash. Tak, haftalik tartib, ya'ni sizga haftalik tartib berilyapti. Kuniga va haftasiga bajaradigan vazifalar yoki bosqichma-bosqich rejasi. Misol uchun 1-oy, 2-oy, 3-oy, 4-oy yoki 5-oy. Siz o'zingiz vaqtni belgilab olsangiz bo'ladi. Misol uchun menga 2 haftani ichida rus tilini hech bo'lmaganda qaysidir savollarga javob berishni o'rgatgan desangiz ham sizga shunga yarasha reja tuzib beradi. Yoki bo'lmasam, deylik, misol uchun ba'zilar ayniqsa rus tilida gapirishni boshlagan va xatosini ustida ishlaydiganlar uchun bizda matnli format emas, balki ovozli formati ham bor. Agar ovozli formatini ishlatadigan bo'lsangiz, unda ham misol uchun qaysidir matnni o'qib berasiz va uni sizga qanchalik urg'ularini to'g'ri yoki noto'g'ri ishlatganingizni ham o'rgatib qo'yadi. Misol uchun o'qib berdingiz, menga mana shu matndagi xato qilgan gaplarimni ko'rsatib ber yoki o'rgatib ber, qaysilarni to'g'ri talaffuz qilishim kerakligini. Bu hozir bizda matn formati va bu yerda qo'shimcha mana bu qora nuqtasini bosganingizda bizda ovozli formati chiqadi va unda biz gaplashib yurishimiz mumkin bo'ladi ChatGPT bilan. Misol uchun men bilan bugun ko'proq gaplash yoki menga bugun aynan masalan v va na predloglarini qaysi holatda to'g'ri ishlatishni tushuntirib ber, og'zaki tushuntirib ber yoki shunga oid menga mashqlar tuzib ber yoki shunga oid menga testlar tuzib ber, dialog tuzib ber. Aynan nechta sonini belgilab berishingiz kerak. Chunki qanchalik zapros beryapsiz, ana shu berayotgan zaprosingizni maksimal yoritib berishingiz kerak. Misol uchun shuni aynan mana misol deylik, mashq tuzib berayotganingda o'sha v va nani o'rniga nuqtalar bilan bergin yoki bo'lmasam mana shu borish yoki kelish deylik harakat fe'llariga oid ko'proq mashqlarni test formatida bergin yoki dialog formatida berib, ichidagi o'sha predloglarni menga 3 ta nuqtali qilib, ya'ni o'rganish uchun ko'proq sharoit yaratib bergan desangiz ham, hattoki shu formatda ham sizga ChatGPT juda katta yordam beradi. Ya'ni bu faqatgina misol uchun qaysidir matnlarni o'qish emas, balki umumiy, ya'ni 0 dan boshlab, hattoki endi C1 gacha deya olmayman, chunki C1 ga chiqish uchun siz ko'proq muloqot qilishingiz kerak bo'ladi. Balki B1, balki B2 gacha ham chiqishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasam, deylik, aynan
matnlar topolmaymiz, ko'proq hikoyalar, har xil nimani o'qishim kerak, qaysi kitobdan ma'lumot olishim kerak, qanaqa matnni o'qishim kerak. Misol uchun men darajam A1, men bu kitoblarni tushunmayapman, men bu kitoblardagi so'zlar juda ham qiyin ekan, darajasini moslashtirib qanaqa qilsam bo'ladi degan savolda ham albatta sizga ChatGPT yordam beradi. Nimaga? Chunki menga A1 darajadagi matnni yoki qiziq voqeani, mana shu so'zlarni ishlatgan holda qiziq voqeani yozib ber desangiz, hattoki shuni ham yozib beradi. Bilasiz, qo'shimcha sifatida so'raydi. Misol uchun shu matnni senga audio qilib tashlab beraymi, PDF qilib tashlab beraymi, hattoki fayl formatida tashlab beraymi deb so'raydi. Lekin men sinab ko'rdim, aynan audio formatidagi menda ishlamadi. Ya'ni mana shu tekstni audio formatida chiqarib ber desam, nimagadir chiqarib bera olmadi. Menimcha bu yerda ya'ni ulanish, masalan bizda audio formatdagi chiqadigan audiolarni ko'proq Telegram bot orqali qilamiz. Shuning uchun menimcha agar sizda Telegram botlar bo'ladigan bo'lsa, undan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Men ba'zida hattoki shunaqa saytlar bor, unga siz matn tashlab berasiz va u sizga o'sha matnni audio formatda chiqarib beradi. Ya'ni har qanaqasiga ChatGPT sizga yordam beradi. Lekin bu degani men faqat ChatGPT orqali o'rgansam, deylik, yaxshi o'rganaman deyish xato. Nimaga? Chunki faqat bitta yo'nalishda o'rganadigan bo'lsangiz, siz yolg'izlanib qolasiz. Tilni o'rganishda albatta qanaqadir qisqa bo'lsa ham yoki kichkina bo'lsa ham, nima deydi? Atrofingizda odamlar bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam, ba'zi holatda men o'zim ham ChatGPT dan so'raganimda qaysidir qoidalarni noto'g'ri beradi. Ya'ni u 100% mukammal emas. Shuning uchun ham siz bitta narsani to'g'ri tushuning. ChatGPT siz uchun qaysidir ma'noda, deylik, mana 30-40% undan ma'lumot oladigan bo'lsangiz, baribir qaysidir 60, balki ba'zida 70%, balki 40% ma'lumotni iloji boricha qaysidir o'qituvchi bilan yoki o'sha rus tilini yaxshiroq biladigan inson bilan yoki birorta sherigingiz bor, kursdoshingiz, hamkasbingiz va hokazo, kimdirdan baribir maslahat olgan holda qo'shimcha sifatida o'rganishingizni tavsiya qilaman. Chunki qaysidir ma'lumotlarni noto'g'ri o'rganib qo'yishingiz mumkin. Yoki misol uchun baribir sizga vaqt beradi, 2 haftalik reja tuzib beradi yoki 3 oylik reja tuzib beradi. Ya'ni ba'zida siz dangasalik qilib qo'yasiz. Shuning uchun shu narsa hatto shu sizga zo'r berilgan sharoitdan ham to'laqonli foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun baribir sizni kimdir nazorat qilib turishi uchun yoki o'sha o'rtog'ingizga, hamkasbingizga, guruhdoshingizga, qo'shningizgami, farqi yo'q. Balki qanaqadir o'qituvchingiz bor, balki birorta mentor bor, shunchaki siz bilan qanaqadir shu aloqani ushlab turadigan. Albatta ular bilan maslahatlashgan holda o'zingizni ko'proq motivatsiya bilan, deylik, shug'ullangan holda, ya'ni faqatgina bitta nima bilan emas, balki o'zingizga qanaqadir yana boshqa yo'llar bilan o'rganishingizni maslahat beraman. Lekin aytamanki, o'sha sizga qaysidir holat probel bo'layotgan bo'lsa, misol kurslarga boryapsiz, o'rganyapsiz, lekin qaysidir mavzu sizga baribir tushunarsiz. Mana shu holatda ChatGPT yordam beradi. Yoki bo'lmasam, uje sizda baza bor, yaxshi baza bor, rus tilini yaxshi bilasiz, faqat xato gapirasiz yoki aksentingiz bor, yordam beradi. Bu degani, misol uchun 0 dan 100% olib chiqish ChatGPTning imkoniyati bor, faqat sizdagi imkoniyatlar bunga yetmasligi mumkin. Chunki aytibman, o'sha dangasalik yoki bo'lmasam vaqtingiz yetmasligi yoki boshqa narsalarga chalg'ib ketishingiz sizni sal uzoqlashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha foydali, maksimal darajada ilovadan foydalanishingizni maslahat bergan bo'lardim. Qisqa qilib aytganda o'rtoqlar, demak, hozirgi zamonda o'rganish, har qanday sohani, har qanday tilni o'rganish juda ham oson, faqatgina bunga sizda kuch, nima deydi, xohish, demak, maqsad bo'lsa bo'ldi. Va qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, hozirgi aytib o'tgan deyarli barcha o'sha ma'lumotlarni, materiallarni, ba'zi holatlarda hattoki tayyor rejalarni ham mana shu Telegram kanalimga yuklab boraman. Aynan shu Telegram kanal orqali siz hattoki o'sha tekstlarni, matnlarni yoki bo'lmasam ChatGPT orqali o'rganish yo'llarini, hozirgi aytib o'tgan barcha o'sha hattoki deylik eng ko'p ishlatiladigan 100 ta gap yoki eng ko'p ishlatiladigan 1000 ta ibora, ularni ham oldindan tashlab qo'yganman, o'sha bundan oldingi videolarimda ko'rgansiz. Ularni ham aynan shu Telegram orqali, ana Telegramim orqali olsangiz bo'ladi, foydalansangiz bo'ladi. Bundan bu yog'iga ham shunaqa foydali ma'lumotlarni yuklab boraman. Albatta Telegram kanalimga ulanib olsangiz, sizga hech qanaqasiga zarar bo'lmaydi, faqatgina foyda bo'ladi. Va sizlar bilan yana bir bor ko'rishganimdan juda ham xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.